Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz Toshkent, Moskva, Chepaksal, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da Primoy Toshkent avtovokzalidan reysi va avtobuslarimiz Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha yetib boryapti. Bundan tashqari bizda Toshkent, Kazan, Nabrežniy, Nijnikamskiy, Ufa, Perm yo'nalishlari bo'yicha ham seshanba, juma, shanba kunlari soat 18:00 da Kazan shahriga Primoy reysi va avtobuslarimiz jo'nab ketadi. Sizga ham xuddi shunday ishonchli narxlarda ishonchli biletlar kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn tarzda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarimizga bog'laning. Biz sizga savollaringizga batafsilroq ma'lumot beramiz. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, ikkita monitor, ikkita kuler, zaryadchik moslamalari, qishin yozda ishlaydigan konditsionerlar, undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Instagram, YouTube, Telegram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham siz joylaringizni onlayn tarzda bron qilib qo'ysangiz bo'ladi. Biz sizni kutib qolamiz. Tanlovda adashmang. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.